G'olib kim bo'lib chiqadi deb o'ylaysiz? G'olib biz. Bugun finalda g'olib biz emasmiz. Bizmiz. Ya'ni biz Anorbank ilovasi orqali ovozlar bilan g'olibmiz. Biz boshqa odamga g'oliblikni topshirdik. Ya'ni qolgan pul boshqasiniki bo'lsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Nasiba. Biz kamroq ishlashga harakat qildik finalda. Bu narsa deyish qiyin hozir menimcha Murod. Menimcha. G'olib. To'g'risini aytsam finalda hozir hamma kuchli ishtirokchilar qolgan. Buni to'g'risi bilmadim. Endi g'olib kimligini bilmadim-ku, lekin kim yaxshi harakat qilgan bo'lsa, o'sha g'olib bo'lgan deb o'ylayman. Ko'rsatuv davomida eng qiyin bo'lgan va eng ko'p narsa o'rgatgan bosqich qaysi? Самый сложный этап. Два сложных, наверное, когда мы делали орешки и 7-й этап. Ретрит. Ретрит. Ну, сложности столкнулись с тем, что нам нужно было и работать на жизнь, и работать на проект. Это в первую очередь. Именно в 7-м, 6-м, в каком это? В 5-м? Орешки? 4-м? Орешки не В знаю, 5-м какой этапе. это, В 5-м этапе, по-моему, было. Была А в мелкая 7-м работа, этапе- потому что, да, еще. И В мы 7-м не этапе- спали ночами, делали постоянно их. А в 7-м этапе большая организация большого количества людей. Вот. Из-за этого И- были сложности. Да. То есть даже не в сборе их, и не в том, что собрать денег, а именно провести это все классно, достойно. Вот, наверное. А чтобы у нас узнать подробнее про нас, переходите на наш профиль профессор Римша и Карина Ахтамова. Biz uchun eng qiyin soni 6-sonida bo'ldi. Bu chunki birinchi biz boshqa narsa bilan boshlab, ya'ni o'sha turetskiy paxlava va bardak choylar sotib o'zimizni xizmatimizni ko'rsatmoqchi edik, lekin undan biz xohlagandek daromad bo'lmadi va Biznesimizni o'zgartirdik. biznesimizni o'zgartirdik. Napitka sotdik. Eng qiyini men uchun ham o'sha vaziyat bo'ldi. Bitta biznesimizda o'xshamay, ikkinchisini biz eplab ketganimizda bo'ldi. Ham qiyin bo'ldi, ham omadli bo'ldi. 2 karra pul loyihasining g'olibi hisobida hozir 74 million 600 ming so'm bo'lgan juftlik bu Ravsor va Karina. Tabriklaymiz. Hisobingizda 43 million 700 ming so'm bor. Halol ishlab topilgan. Gapiring. Men ham 6000 kishilik konsert qildim. Ertasiga sanatoriyada konsert qildim. Men ham qo'limdan kelar 100 ming pul olib kelish. Men 6000 kishilik konsert qildim. Men 11 ta san'atkor olib bordim. 3 kunlab Namanganda yotdim. 15 kundan beri vashu uxlaganim yo'q. Lekin men bir so'm qo'shmadim. Nimaga sizlar bu narsani filtr qilmayapsizlar? Men javob beraman, men bu g'olib ko'rsatdim, men yutdim. O'zimga javob beraman, urmayman. Realni fakt aka keltirib bera olamanmi har bitta tiyinigacha? Men qo'shib kelmadim. Oxun. Yutqizishni ham munosib yutqizishni bilish kerak. Hamma narsa tekshirilgan. Professor o'z pulini halol ishladi. Siz ham. O'zar Lekin ko'ring. natija Ko'rmayapsiz-ku. Men ham qo'shib kela olardim bu pulni. Mana konsertimda xohlasalar videosini ko'rsataman, qancha konsert qilganimni. Necha kun konsert qilganimni ko'rsataman. O'rtoqlar, bu final munosib yutqazishni bilish kerak. Taassurotlaringiz qanday? Тревожность спала. Ну, как-то факт того, что там разговаривают про нас, то, что мы честно, нечестно, особенно когда Бога добавляют. Бога надо бояться, и надо следить за каждым языком своим, прежде чем что-то говорить. Это естественно. Но каждый человек отвечает сам за себя. Если касательно каких-то вопросов были у него, он может убедиться, и перед Богом еще со мной человек в руку дал. Ну ладно, ничего страшного. Черного не оставляем, всегда идем к свету. Но пока что непонятно, свет черный или белый. Так что оставайтесь с нами, мы вам все подробно расскажем. Anorbank ilovasi orqali bizga ovoz bergan hammaga rahmat aytamiz. Rahmat etamiz. Biz bilgandik, biz kutgandik. Bunday lahzalar bo'lishini. Biz alohida Anorbankka minnatdorchilik bildiramiz. Bizani mana shunaqa bizneslar qilishimizni qo'llab-quvvatlagani uchun
chetda qoldirmagani uchun va 100 million sovrin uchun minnatdorchilik bildiramiz. Minnatdormiz. Undan tashqari Korzinkaga ham rahmat etamiz. Rahmat. Zo'r.